Termiz shahrida jamoat transportida to'lov tizimi zamonaviy talablarga mos ravishda isloh qilinmoqda. Xususan, joriy yildan boshlab shahardagi avtobuslarda naqd pul orqali to'lovlar bekor qilinib, faqat elektron to'lov tizimi joriy etildi. Ushbu tartib haqida aholiga doimiy tushuntirish va targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, ayrim fuqarolar tomonidan yo'l haq to'lashda bo'yin tovlash, qonuniy talablarni mensimaslik holatlari hanuzgacha uchrab turibdi. Eng achinarlisi, bu kabi qoidabuzarliklar ba'zan ochiq tajovuz va zo'ravonlikka aylanmoqda. Joriy yilning 26-yanvar kuni soat 10:10lar atrofida Termiz shahrida yuz bergan holat buni yaqqol tasdiqlaydi. Surxondaryo viloyati transport boshqarmasi huzuridagi yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi transport xizmatlari sifatini nazorat qilish bo'limi xodimlari xizmat vazifasini bajarish chog'ida Termiz tumanida yashovchi fuqaro tomonidan avtobusda yo'l haqini naqd pulda to'lashga urinish holatini aniqlagan. Xodimlar tomonidan unga qonunchilik talablari tushuntirilgan. Elektron bayonnoma rasmiylashtirish uchun telefon raqami so'ralgan. Biroq fuqaro vaziyatni ataylab chigallashtirib, turmush o'rtog'ini chaqirgan. Natijada ushbu fuqarolar xizmat vazifasini bajarayotgan davlat xizmatchisiga tashlanib, uni do'pposlagan. Keng jamoatchilik oldida haqorat qilgan va inson qadr-qimmatini toptagan. Bu holat nafaqat alohida xodimga, balki butun jamoat tartibiga va davlat boshqaruv tizimiga qarshi qaratilgan hurmatsizlikdir. Ayni vaqtda ushbu holat yuzasidan vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan qonuniy tartibda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shuni unutmasligimiz kerak. Qonunga bo'ysunish majburiyat emas, balki fuqarolik madaniyatning mezonidir. Har bir fuqaro jamoat transportidan foydalanganda belgilangan qoidalarga rioya etishi, davlat xizmatchilariga hurmat bilan munosabatda bo'lishi zarur. Xulosa o'zingizdan.